Assalomu alaykum. Og'alar, omonmisizlar. Farg'ona viloyat Boyda tumanidamiz. Bu safargi ishimiz konteynerdan bo'ldi. Xohlasa arkalarni orqasiga sort kelyapti aka. Ishkalarimiz ketyapti uylariga. Karanchiga rahmat. Bu stadion yerdan chiqdi, bir boshqacha ko'rinishda bir tuxumsimon bo'lib chiqdi bu. Akani shu klient o'zini xohishiga binoan shunaqa qilib yerda shunaqa ekan ko'rib hamma obrazda zo'rda xohlasa bo'yi 12 metr, eni 24 metr. Endi 24 metr yig'ilgan hisobiga bir 22 metr qolar ekan ko'ryapmiz-chi. Ko'ryapsizlar mana. Stadionga qiziqadigan, qurdiradigan akalarga bemalol telefon qilishlar mumkin. O'zbekiston bo'ylab ko'p beramiz xohlasa.